Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi yana efirda. Viloyatimizning Oqdaryo tumanida Ichki ishlar vazirligi va viloyat Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan ta'lim sifatini oshirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga muvofiq boshqarma boshlig'i Oqdaryo tumanidagi 24-umumta'lim maktabida o'rganishlar olib bordi. Maktab hududida xavfsizlikni ta'minlash, obodonchilik, yoshlar jinoyatchiligining oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi ishlar e'tibor markazida bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-martdagi ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyatida keng ko'lamli ishlar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Oqdaryo tumanidagi 24-sonli umumta'lim maktabida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari, Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari tomonidan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Uchrashuvlar davomida maktabning moddiy-texnik ahvoli, ta'lim-tarbiya jarayonlariga mas'ullar tomonidan ko'maklashilyapti. Hududning obodligi, o'quv dargohidagi ta'lim sifati, o'quvchi va o'qituvchilar xavfsizligi, qolaversa hudud infratuzilmasi bugungi davr talablariga mos ekanligiga e'tibor qaratilmoqda. Maktab jamoasi ichki ishlar organlarining sohaviy xizmat rahbarlari tomonidan tashkil etilgan o'quv va amaliy seminarlar davomida o'zlariga kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishyapti. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi Samarqand akademik litsey o'qituvchilari tomonidan maktab jamoasi uchun mahorat darslari tashkil etilmoqda. O'tkazilgan mahorat darslari davomida ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'qituvchilarning professional ko'nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy ta'lim metodikalari bilan tanishtirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Darslarda o'qitish metodlari, yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar haqida ma'lumotlar berilib, ularning samaradorlik va natijalari muhim ekanligi ta'kidlanmoqda. Litsey o'quvchilarining ko'rgazmali chiqishlari ham maktab jamoasi, ayniqsa o'quvchilardagi vatanparvarlik tuyg'ularini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Mazkur ishlar zamirida yurtimizda ta'lim tizimining yanada rivojlanishi, voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, qolaversa o'sib kelayotgan yoshlarni vatanga muhabbat va yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash yo'lida xizmat qilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Xabar berib borayotganimizdek, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatovning fuqarolar bilan qabullari tashkil etilmoqda. Haftaning har yakshanbasi aholi bilan yuzma-yuz muloqot kuni va bunda fuqarolarimiz o'zlarini qiynayotgan turli masalalar bo'yicha boshqarma boshlig'iga murojaat qilishmoqda. Rahbarlarning fuqarolar bilan yuzma-yuz qabullari aholi kundalik turmushi, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, muammo hamda kamchiliklariga barham berish orqali taraqqiyotni jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Odamlar bilan muloqot qilish, xalq ichiga kirib borish, ularning tashvish va muammolarini chuqur o'rgangan holda tegishli idora va tashkilotlar bilan bamaslahat hal etishning natijador vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etayotganini ta'kidlash o'rinlidir. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatovning bu galgi fuqarolar qabulida ham turli masalalar eshitildi. Odamlarni qiynayotgan tashvish va muammolarga yechim topish choralari izlandi. Aliment qarzdorligini undirish, nizoli holatni hal etish, firibgarlik, tergov faoliyati, bandlik, pul oldi berdisi kabi murojaatlar eshitilib, ularning aksariyatiga joyida huquqiy tushuntirishlar berildi. Dilshod Majidov avtomashina oldi sottisi, Dilrabo Xudoyberdiyeva farzandini ichki ishlar organlariga ishga kiritish, Xurram Tuyg'unov kuyovdan aliment qarzdorligini undirish masalasida murojaat qildi. Yechimi muddat talab qiladigan masalalar ijrosi nazoratga olindi. O'tkazilayotgan fuqarolar qabullari davomida odamlarni kundalik hayotida qiynab kelayotgan aksariyat muammolar ijobiy yechimini topyapti. Bu ezgu ishlar esa aholining farovon hayotini ta'minlashga, bugungi kundan rozi bo'lib yashashlariga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatli bo'lmoqda. Ichki ishlar organlarida joriy yilning 1-aprel kunidan boshlab ma'naviyat oyligi o'tkazilmoqda. Oylik doirasida turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib, bu xodimlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitishda, intellektual salohiyatini yuksaltirishda ijobiy ta'sirchanlikka ega. Quyidagi lavhamiz shu mazmunda. Xabar berib borayotganimizdek, ichki ishlar organlarida joriy yilning 1-aprelidan boshlab ma'naviyat oyligiga start berildi. Mazkur oylik doirasida turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyi qo'shiq va raqs ansamblida xizmat qilib kelayotgan san'atkor va xonandalar hamda badiiy so'z ustalari Kattaqo'rg'on shahar drama teatrida bo'lishdi. Ijodiy va madaniy uchrashuv san'at kechasiga aylanib ketdi. Badiiy musiqiy konsert dasturida Kattaqo'rg'on shahar, Kattaqo'rg'on, Narpay va
Paxtachi tumanlari ichki ishlar organlari xodimlari, soha faxriylari, shuningdek xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan hamda nogiron bo'lib qolgan xodimlarning oila a'zolari ishtirok etdi. Ularning mazmunli hordiq chiqarishlarini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan konsert dasturida kuy-qo'shiqlar yangrab, bu barchani raqslarga chorladi. Kuy-qo'shiqlar dillarga ko'tarinkilik, xushnudlik ulashdi. Yurtimizda inson qadri, inson baxti uchun tamoyili asosida olib borilayotgan islohotlar haqida gapirilib, farovonlik, bugungi dorilamonlik e'tirof etildi. Bu kabi madaniy ma'rifiy tadbirlar joylarda davom etmoqda. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Xo'sh, mazkur oylik doirasida qanday tadbirlar o'tkaziladi? Belgilangan chora-tadbirlar nimalardan iborat? Ularning ko'lami va ta'sirchanligi qanday? Shu mavzuda suhbatlashish uchun ko'rsatuvimizga suhbatdosh taklif qilganmiz. Demak, tanishtirib o'taman. Suhbatdoshimiz viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati katta inspektori Olimjon Rahmatov. Olim aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Olim aka, bugungi kunda ichki ishlar organlarida o'tkazilayotgan ma'naviyat oyligi doirasida qanday tadbirlarni o'tkazish maqsad qilib olingan? Ma'naviyat oyligimizning asosi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-aprel kunidagi 50-sonli qarori bilan tasdiqlangan konsepsiyasining ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 24-mart kunidagi 118-sonli farmoyish tasdiqlangan. Mazkur farmoyishga asosan ichki ishlar organlarida respublika miqyosida 1-aprel kunidan 30-aprel kuniga qadar ma'naviyat oyligi deb e'lon qilingan. Mazkur farmoyishni joylarda ijrosini to'laqonli ta'minlash maqsadida viloyat boshqarma boshlig'imizning 39-sonli farmoyishini ishlab chiqqanmiz. Va mazkur farmoyishdan asosiy ko'zlangan maqsad ichki ishlar organlari xodimlarining har qanday sharoitda vatanga, xalqqa va davlatga munosib xizmat qilishlari, har qanday favqulodda holatda ofitserlik sha'niga dog' tushirmasliklari, qonunchilik va xizmat intizomiga qat'iyan rioya etishlari, qolaversa ularda ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy bilimlarni yanada mustahkamlash nazarda tutilgan. Mazkur farmoyishga asosan alohida dastur rejasi ishlab chiqqanmiz. Alohida dastur rejasiga asosan shu kunga qadar ham bir qator tadbirlar o'tkazdik va oy oxiriga qadar ham rejaga asosan ma'naviy tadbirlar amalga oshiramiz. O'tkazilgan tadbirlarga to'xtaladigan bo'lsak, xususan kitobxonlik haftaligi, teatr haftaligi, ma'naviyat marshutlari xodimlarimiz uchun, uch avlod uchrashuvlari, aytib o'tishimiz joizki, ichki ishlar organlarida faxriylar bilan ishlash alohida tizimlashtirilgan. Misol tariqasida uch avlod uchrashuvlaridan tashqari 27-aprel kunidan 30-aprel kuniga qadar Xorazm viloyatida 5-faxriylar va yoshlar ilmiy amaliy konferensiyasi o'tkaziladi respublika miqyosida. Bunga ham biz alohida tayyorgarlik ko'rib boryapmiz. Qolaversa, shu oy ma'naviyat oyligi doirasida faxriylarimizni obro' e'tiborini xalq orasida oshirish maqsadida ularga uy muzeylari tashkil qilmoqdamiz. Ulardan tashqari xizmat burchini ado etish vaqtida vafot etgan xodimlarning nomlarini abadiylashtirish maqsadida vatanparvarlik burchaklarida ularning nomlarini aks ettirib, ularga ham uy muzeylari tashkillashtirish rejalashtirib olganmiz. Ma'naviyat marshutlari deb ta'kidlab o'tdingiz, bu qayerlarga sayohatlarmi yoki bir ijodiy uchrashuvlarmi, nimalar tashkil etiladi? Savolingiz uchun rahmat. Ma'naviyat marshutlari deganda biz faqatgina Samarqand viloyatidagi tarixiy obidalar yoki diqqatga sazovor joylar bilan cheklanib qolmagan holatda respublikamizning boshqa hududlarida joylashgan shu diqqatga sazovor joylari, tarixiy obidalarni ham nazarda tutganmiz. Biz u yerlarga faqatgina ichki ishlar xodimlarimizni yubormasdan, ularning oila a'zolari, farzandlari va faxriylari bilan birgalikda yuborib, ularni shu madaniy dam olishlari uchun sharoit yaratmoqdamiz. Olim aka, mana shu 30-aprelda shu oylik yakunlanadi, ma'naviyat oyligi. Shu yakunlangandan so'ng xodimlarning ushbu oylikdan olgan bilimlari, dunyoqarashlari baholanadimi? Tizimimizda, ya'ni ichki ishlar organlari tizimida ma'naviy tadbirlar o'zi yil davomida davom etadi. Lekin alohida vazirimiz farmoyishi bilan 1-apreldan 30-aprelgacha ma'naviyat oyligi deb e'lon qilinganligini inobatga olib, oy yakuni bo'yicha o'sha biz alohida dastur rejaga asosan tasdiqlagan tadbirlarimiz yakuni bo'yicha g'olib bo'lgan jamoalar yoki xodimlarimizni alohida rag'batlantirish nazarda tutilgan. Bularda alohida rag'batlantirish, ya'ni qimmatbaho sovg'alar va pullardan tashqari ularni
rahbar zaxiralariga olish, ya'ni rahbar kadrlar zaxiralariga kiritiladi. Boshqa Demak, bir so'z bilan aytganda, xodimlarning kasbiy mahoratlarini oshirishdan tashqari mazkur oylik ularning ma'naviy, ma'rifiy, madaniy dunyoqarashini oshirishda ham alohida ahamiyatga ega. Xuddi shunday. Olim aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Omon bo'ling. Af insonparvarlik namunasi. Prezidentimiz farmoniga muvofiq jazodan muddatidan ilgari ozod qilingan shaxslar doimiy e'tiborda. Ularning bandligini ta'minlash, kasb-hunarga jalb qilish, ularning ijtimoiy moslashuvchanligini ta'minlash bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu haqda hozirgi lavhamizda batafsil so'z yuritamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmoniga asosan jazoni ijro etish muassasasida jazo muddatini o'tab kelayotgan bir guruh samarqandliklar ham muddatidan oldin ozod etildi. Ichki ishlar vazirligi hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbar xodimlari afv etilganlarning yashash manzillariga borib, ularning ijtimoiy hayotga moslashishi, bandligi va turmush tarzi bilan yaqindan tanishdi. Afv etilgan mazkur fuqarolarning muqim ish bilan ta'minlanishi, ularni foydali mehnatga jalb etilishi, oilaviy shart-sharoitlariga alohida e'tibor qaratilib, bu borada manzilli ishlar yo'lga qo'yilishi belgilab olindi. Insonparvarlik har narsadan ustun. Endi ushbu fuqarolar bu ishlarni boshqa takrorlamaslikka, qolgan umrini faqat ezgu va xayrli ishlarga safarbar etishga so'z berishdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.